Bu dori juda ham xavfli, juda ham oddiy, har kunda ishlatilishi mumkin, hattoki o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Juda ko'p holatlarda hamma vrachlar maslahat beradi. Tishingiz og'risa, bosh og'risa, temperatura ko'tarilib ketsa, bir marta ichsa yoki bir marta qilinsa hech narsa bo'lmaydi deb xato qilishadi hamda umumiy qon analizida nitrofillarni tushirib yuboradi, immunitetni tushiradi va eng muhimi temperaturani pastga tushirib, buning natijasida o'lim holatini kelishiga sabab bo'ladi. Bu preparat oddiy analgin. Demak, analgin eng birinchi o'rinda davleniyani tushib ketishi, bolada temperaturaning tushib ketishi va umumiy qon analizida nitropeniya, ya'ni nitrofillarning tushib ketishi va immunitetning pasayishiga olib keluvchi xavfli preparat hisoblanadi. Ayniqsa bolalar uchun.